Assalomu alaykum vodiy ovchilari kanali kuzatuvchilari, hammalaringga xayrli kun. Bugun sizlar bilan yangicha obzor. Bugungi video obzorimiz baliqchilar uchun bo'ladi. Biz o'sha oldingi videolarimizda ko'rgan Yaypandagi ovchilar va baliqchilar do'koniga kelganmiz. Bu do'konda o'sha va'da qilinganidek qarmoqlar va baliq ovlash uchun manaqa rogatkalar kelibdi. Buni ishlatib ko'rdik. Bitta video davomida ko'rsanglar bo'ladi. Buni manaqa lazerli pritsellari ham bor ekan. Ko'rishlar mumkin. Xullas, gapni qisqa qilaman. Mana qarmoq to'la, forma to'la, baliq uchun hamma narsa bor. Bitta videoni oxirigacha ko'rasizlar. Nima kerak bo'lsa, bemalol pastki nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Narxlarni kelishtirib zo'r qilib berishadi. Narxlari vodiy bo'yicha nomeradin zo'r narxlarda. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Videoni boshladik. Assalomu alaykum, Anvar aka. Va alaykum assalom. O'zingiz yaxshimi? Keling. Dilam aka. Mana Anvar akam do'konlarga yetib keldik. Anvar aka, mana o'sha o'tgan videomizda aytib o'tgan yangi mahsulotlarimiz keladi degandingiz. Mana yangi mahsulotlar kelibdi. Ko'ryapman, qarmoqlar, ayniqsa baliq ovlash uchun yemlar va qarmoqlar to'ldirib qo'yibsiz aka. Aka, endi bularda bizning obunachilarimiz uchun narxlar qiziq albatta. Endi bular bir narxlar bilan aytib o'tsangiz aka. Qarmoqlar, mana katta qarmoqlardan boshlasak-ku, keyin sekin baliq yemlariga o'tsak. Endi o'zimizda mana shu ovchilarimiz uchun, baliqchilar uchun karpi kaltaklar. Xudo bu Aydar ko'limizga mavsum ochilishiga. Buni endi uzunligi bu yerda 3.90lik. Bu nima plyonka o'zini baqib. Plyonka. Friksionlar va baytranlar bor. Necha kiloga hisob qiladi aka? Endi bu kaltaklar nimasi ekan? Suvdan baliqni olib kelish uchun ishlaydi-da. Olib chiqish uchun emas. Endi buni friksionlar hamma narsani ishlatadi. Baliqni olish uchun patsak bilan olinadi. Bu narxi? Buni narxi kaltagimizda o'zi 250 ming so'm, katushkalarimiz 200 ming so'm. Undan ham kattasi bor. Bunisi bor, mana. Bunisi 420 lik. 420. Katushkalar. Metrlik buni? Hozir mana shunga o'ralgani, bilishimcha 150 yoki 200 metrlik. Demak, uzoq masofaga bemalol turaver ekanda. Buni hozir siz tomondan keladigan obunachilaringiz uchun 570 ming so'm. 570 mash komplet. Hamma narsasi bor. Ham komplet. Mayda krючок qo'shadi, xolos endi. Unisini ham qo'shib beramiz. Siz qo'shib berasiz. Gap yo'q. Hop, mana endi bitta arzon chiqarmoqlar. Anvarga joyimizdan turadi, bu tarafga o'tasiz. Endi bu yerda tayyorlab qo'yganmiz. Tayyorlab qo'yilgan. Shunda hali baliqni olaman, qarmoqni olaman, borib baliq ushlayman degan o'chilarimiz uchun kelasizlar. Shuni qarmoqni olasizlar-da. Mana, pulni olasizlar, ketasizlar. Qarb baliq ushirasizlar. Mana shu qarmoqimiz nechi pul? Bunimiz 100 ming so'm turadi. 100 ming so'm. 4,5 metr leska. Hadi kichik. Yosh bolalar uchun ham bor, shular 2 metrliklari bor. Eng uzoq 50 ming so'mgacha tayyor bor. Qarmoqimiz qaysi hozir? Hozir bu yerda tayyor qoldimi? Mana bunimiz bor. Mana bolalar so'ragan. Mana shu ham 270. Demak 5-6 kilo baliq bemalol suv qirg'oqqa olib keladi bu yerda. Bemalol olib keladi. Albatta. Mana bu yerda alohida terib olaman deganlar qarmoqlaringiz bor ekan. Hamma razmerdamiz, kaltaklarimiz bor. Bu komplektga qarab oshib boryapti, to'g'rimi? Keyin mana bunaqa kichik. Hozirgi kunda turizm rivojlandi. Hali masalan, Vesmishga tushadigan soylarga, buloqlarga, sharshiralarga borishyapti, tog'larga chiqadi. Mana shu ham yetadi mana. Necha metrlik bu? Bu 270. 270. Mana bu endi buni zo'r narsasi bu. Men qarmoq shunisini yaxshi ko'raman. Bu chiroyli, mana. 270. Mana shu qixcham o'zi qancha 30 santimetrmi uzunligi? Shunaqa boradi. Mana taklashni ko'rsatsangiz. Endi taqlanishda ko'p narsalar o'rgatib ketish kerak. Hamma bunday uradi, kalsos chiqib ketadi deydi. Endi ovchilar bunday bunday qilib qilinadi-da. Har bitta kaltakda. Endi burash hisobiga osonroq. Kalson urgandan taqlansa. Haqiqatan lekin men o'zim bir baliq qiziqqanda mana shu narsalar uzilib ketadi. Endi buni bunday chiqarganlaringdan keyin urasizlar-da, ustma-ust. Urgandan ko'ra shunday qilinglar. Kalsos ham tushmaydi. Kartushkalar, seroznilar bor ekan. Turishim joy vahima turibdi. O'sha hozir aytgan kartushkalarimiz ana shu. Bu 8 ming talik. Endi bu Aydarko'l, katta daryolarga, ko'llar uchun ishlatiladi. Endi hozirgi o'zimiz sharoitga qanaqalarni tavsiya qilasiz? Endi bizda ko'proq kanallarda, zovurlarda, kichik hozir eng ko'paygan rivojlangan hozir baliq ko'llar. Xususiy baliq.
buni eslatib o'tish kerak. Hozirgi kunda baliq ovi taqiqlangan ochiq hududlarda o'sha qaysi oygacha edi aka? 31-maygacha. 31-maygacha baliq ovi taqiqlangan. Buni sababi, ko'pchilik aytishi mumkin, nimaga taqiqlandi, boshqa barobatda gap so'z ko'p bu narsada. Buni sababi baliqlarda urug'lash mavsumi. Urug'lash mavsumida ko'pchilik biladi, baliq sayoz suvlarga, issiq suvlarga chiqadi. Bunaqa vaziyatda baliq urug'laydi. Shuna baliqlar ovlash oson bo'lib qoladi. Shuning uchun ko'pchilik brakonyerlar bu vaziyatdan foydalanadi. Shu sababdan kuchaytirilgan holatda taqiqlandi bu narsa. Endi mana xususiy baliq ko'llar ochildi. Bu xususiy baliq ko'lda maza qilib baliq ovlayapti ovchilarimiz hozirgi kunda, to'g'rimi aka? Ularga taqiq yo'q. Ularga taqiq yo'q, ular o'zi baliq tashlaydi, o'zi baliq ovlaydi. Bemaloldan bor baliq shu joylarda baliq bo'ladi. Mana tarix davom etamiz. Kurcho'klar, har xillari yana o'shalar. Ha, endi hozir mana ularimiz yangi kurcho'klar kelgan. Yapons kurcho'klar. Men bir tortganman, 5 kilolik ilon bosh tortganimda kurcho'k shuni to'g'ri bo'lib qolganda aka. Yo'q, u kurcho'kdan emas. Ha, u kurcho'klar bor. Ular to'g'ri bo'ladi. Bular sinadi xolos. Bular sinadi. Mo'rt bo'ladi. Lekin ancha baquvvat. Baquvvat bo'ladi. Ha, kerak bo'lsa mana shu kichkina kurcho'kda ham 3 kilo, 4 kilo olsa ham bo'ladi. Mana shu 6 likda ham. 6 likda. Kurcho'klar bor. Kurcho'klar endi har xil komplektatsiyaga qarab yig'ilaveradi. Ha, 8 ming tortib 15 ming so'mgacha bor bu pachkali. Endi ovchilarga ko'p narsani tushuntirib qo'yishim kerak. Ko'p ovchilar boradi, faqat o'sha bitta kurcho'k bilan 1 oy yo 2 oy ishlatishadi. Zanglaguncha. Ha, men iloji boricha o'zi qiladigan rasxodda 50 ming, 100 ming boradi. Lekin mana shu 100 ming so'm kurcho'kda avaylashadi. Shunaqa. Shu minus tarafi. Shu kurcho'kda har safar yangi qo'yishsin, baliqni, endi ushlaydigan baliq sazanda. Sazan bo'lgandan keyin hech nima emas. Sekin yutadi, bu kurcho'k uchirib bo'lsa, tez oladi. Shu. Katushkalar aka, mana tevada bir ajoyib katushkangizni ko'ryapman. Ha, bu katushkamiz buni qiziqqanlar uchun ham bor. Bu shochkalari bor. Pozitsiya nima? Ha, metraj. Metrajni. Ha, bu metrajni ko'rsatib turadi. Ha, bu leskani o'ragandan keyin buni chuqurligi masofalarga qancha metr tushyapti. Yoki uzoq masofaga otish. Tushunarli. Bizda bu ko'proq daryolar uchun ishlatilganda bu. Chuqurlikka tashlash uchun. Ko'proq otgandan ko'ra bular chuqurlikka osonroq. Yangilar zo'rlar ketdi. Aka, katushkalar necha puldan necha pulgacha bo'lyapti? Har bittasini so'rayman-da, narxlar juda ham ko'p ekan o'z katushkalaringiz. Ha, video ko'payib ketib qoladi, men ham bor o'sha. Ha, endi katushkalarimiz eng arzoni katushkani o'zi deyiladigan bo'lsa 35 mingdan eng qimmati 400 ming so'mgacha bor. 400 ming so'mgacha. Bitta mana leskalar. Leskalarimiz bor. Plitonkalarimiz endi hozirgi kunda eng rivojlangan plitonka bo'lib ketdi. Juda ham baquvvatda o'zi, to'g'rimi? Ha, endi hozir hamma ovchilar o'sha leskadan o'tib. Leskadan plitonka. O'zi aslida o'zi leska ishlatish kerak. Plitonkadan ko'ra ko'proq leska ishlatish kerak. Nima sabab bunga? Ha, endi leska deganim ham ingichka ham leska ishlatgani sazan baliqlar qulayroq shu. Endi ko'llar uchun plitonka ham farqi yo'q, ular xonakilashtirganda. Endi hamma baliqchining o'zini prinsipi bor, o'zini tutish yo'li bor. Endi to'g'rimi, opti bor shunga yarasha. Mana yangi o'tkazib kelganda yemlaringiz yo'qdi bunaqa yemlar. Ha, bu hozir o'zimizda mana shu. Endi nima desam ekan, mana bu yerda bir Zafar aka bratimiz bor. Sirdaryo Gulistondan. Shu ekan bo'ylasidan. Bo'ylasi. Bu internetda ko'rdim lekin. Ha, bo'ylar. O'zlari brendlar mana. Ha, tayyorlar. Yuqorida baliqlar olishdi lekin bo'ylar bilan birga. Ha, keyin bu yerda yana qo'shimcha Bahodir akaniki bor. Bahodir aka bo'ylar. Yana bir ikkita brendlarimiz bor, xudo xolasa ular ham kelyapti. Ularni ham qo'yamiz. Hammasi taklif berishyapti. Narxlari endi bizda 15 ming so'm. 15 ming so'm nechta bo'ladi? Ha, ichida 20 dona bo'ladi. 20 dona bitta o'y chiqishi kerak. Ha, buni 40 taligi ham endi 10 taligi ham bor. Bu asosan qaysi baliqlarga? Bu karplar uchun, sazan, karp baliqlar uchun. Bu nimalarchi? Ha, Xitoy yemlarimiz bor. Ha, bular sun'iy. Sun'iy bular. Ha, mana sun'iy demak. Aha, sun'iy makkalar bular. Sun'iy makkalar. Bular klavishi ko'tarib turadi. Ha, chuqurga tushgandan keyin tepaga ko'tariladi. Ta'mi ham bor. Ko'chada ko'tarib turadi. Klavishi deb hisoblanadi. Bular 15 ming so'm. 15 ming so'm. Baliq zo'r ekan lekin, juda arzon tushar ekan lekin. Endi sabr kerak avvalo. Bitta arzon kurcho'klar. Mana yem deysizlar, hamma bor. Anvar aka, O'zbekiston bo'ylab dastavkangiz bor. Bor. Tez pochta orqali. Ha. Yaqinroq o'zimizda bo'lsa, shunda ham bitkazib beraman. Mana Qo'qon atrofi bo'lsa, endi hozirgi kunda eng ko'proq ko'paygan mana yemlarimiz. Ha, yemlar. Mana yemlar 8 ga optlar oshib, shu yemlar bilan ha, yem baliq ushlashmay qo'yapti deyarli baliqchilar. Ha.
Endi hozir mana bunaqa jimix yemlarimiz bor. Qaysi baliq ichida? Bular ham sazan, karas. Kerak biz talstolubligimizga ham bor ular ekan. Xaldingda yem olib berasiz, qanaqa yem? Bormi? Yo'q, hozir ham bor. Xaldingni boshqa ko'rsatamiz. Bular premium neofish. Neodan. Neofishing degan yemlar. Nimalar talstolublarga adashmasam? Bumi? Yo'q, bular karmushka bular. Karmushka deshab, oq baliqqa-da, to'g'rimi? Perikormka deymiz-da. Perikormka bular. Karmushkaga ishlatilgan perikormkalarimiz. Qaysi baliqlaringizga yemlar bor? Ko'proq sazan baliqlar deymiz-da, karpi, karasli. Endi aytib o'tishim kerak, Anvar akamni faqat sinalgan, haqiqatda effekt beradigan narsa sotadilar xolos. Hali o'zim sinab ko'rib, o'zlari sinab ko'radilar. Yo'qsa, darcha bo'lsa sotadilar. Mana ko'pchilik o'quvchilarimiz Anvar akam o'zi biladi, Qo'qon tomonidagilar. Haqiqatda kerakli, foydali narsa sotadilar. Bu tarafda yana yemlar bor ekan. Bu boshqa. Bu boshqa. Bu boshqa bunaqamizniki, bu Toshkentdan keladi bu. Perikormkamiz. Krevetka eng ko'p oladigan krevetkali mana shu. Yemlar, perikormka. Pachkalar 25 ming so'mdan. Bu 1 kilosi bu. 1 kilo 25 ming so'm. Sotuvlar bor ekan. Hozir. Hozirgi kunda endi baliqchilarimiz sezon bekilganiga tovarlarimizda to'xtalish bor. Xudo xolasa baliq Xudo xolasa 1-iyundan o'sha hamma yo'lni to'ldirib qo'yamiz, kelishaveradi. Mana bu yerda qarmoqlar o'zlari. Qarmoq ko'plik qiladi. Beton, karbonmi bu? Karpi kaltaklarimiz. Qancha ekan bu? Uzunligi 3 metr bor. Bulardagi 3 metr, 320, 360, 390 hamma razmerlardan bor. Karpilar eng arzoni 160 mingdan boshlanadi. Spinninglar? Spinninglar 75 ming, 100 ming, 150 ming. Spinning ko'pchilik qiziqadi, uzoq masofalarga otish uchun juda ham qulay. Ozgina olib yurish ekan noqulayroq qoladi, uzun bu. 240. Endi ko'p o'quvchilarimiz 370 ga qiziqadi. 240 dan balandi, uzuni bo'lmaydi. Negaki mashinada olib yurish noqulaylik bo'ladi. 210, 240 lar mashina orqa bagajiga sig'adi. Shu uchun qulay. Qarmoqlar demak, narxlari aytildi. Haqiqiy baliq ovchilari uchun ajoyib baliq uradigan zo'r arbalet ot olib qo'yganman. Bitta ko'ringlar uni otishini. Mana olib keling bu yoqqa kadar. Mana urganini ko'ryapsizlarmi? Вообще ilon bosh, laqqa, sazanlar urish uchun juda ham zo'r narsa ekan. To'liq video obzorni qani birga sizlar bilan birga qilamiz. Baliq uchun baliq va ko'ngilochar mo'ljalga olib otish uchun juda ham qulay bo'lgan garpun. Buni komplektida katushkasi, betonka viskalari va 3 ta mana shunaqa o'qlari chiqadi. Va yana 2 ta zapasli rezinkalari va mana shu lazerni mo'ljallash moslamasi o'zi bilan birgalikda. Buni ichida batareyka bor. Buni o'zini qayta zaryadlash uchun mexanik nimalari bor, aparatlari bor. Buni 2 xil varianti bor. Bunaqa uzun, arzonchi varianti ham bor. Bunaqa qimmatroq variantlari ham bor. Buni narxlariga keladigan bo'lsak, bunimiz narxi lazer pritsel, yaxshi katushka, rezinkalari, sifatli rezinkalari, 3 ta o'qi, batareyka zaryadniklari bilan 600 ming so'm. Bunisi xuddi shunday komplektda 3 ta o'qi, rezinkalari, zapasli rezinkasi, katushkasi va o'zi. Buni ustiga lazer qo'shilgan bo'ladi alohida va yana kollimatorni pritsel qo'shilgan bo'ladi. Bunisi arzonchiroq varianti, bunisi 450 ming so'm. Endi bularni necha metrga otishi, so'zchi qancha masofaga o'q otishini, so'zchi 10 metrgacha bo'lganda mo'ljallashni yaxshi bo'lgan bo'lsa, bemalol ursanglar bo'ladi. Xoh katta narsa bo'lsin, xoh kichkina narsa bo'lsin. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi nimalarga aloqa chiqarasizlar. Anvar aka, mana bu yerda sadoklar. Baliq sotuvchi. Kattalari qancha? Mana bunimiz bor. Bular 25 ming so'm. 25 ming so'm. 20 ming so'mligi va bu kalsiy katta kichikligiga qarab-da. Bu ham shu. Bu simlik hamli baliqlar. Albatta, baliq ovchilar uchun mana chexollar. Qarmoqda. Chexollarimiz mana bu yoqda. Juda ko'p chexol olib kelib qo'yibsiz. Bu yerda hamma razmerlari bor.
Hozir yangi kelgan. Yangi kelgan. Bunga bemalol ham ikkita qarmoq, uchta qarmoq sug'uradi menimcha. Demak, hamma ular xullas narsalar yoqda bu yoqda yotmaydi. Shuni solib qo'yasizlar, baliq oviga boryapsizlarmi, shuni sumkani tashlaysizlar bo'ldi, ketaveradi. Xuddi shunday. Bular narxlari qancha sumkalarga? Bu sumkalarimiz narxlari har xil. Endi sizga bitta narsani ko'rsatay, haligi qiziqqanlar uchun. Bering menga bering. Bering. Mana sumkalarimiz bor. Hozir siz aytdingiz-ku, hamma yo'g'ingiz bir chekkali bo'ladi deganingizga. Shunisini alohida oldimki. Bu ikkita ryukzak singari ketaveradi. Ryukzak singari ketaveradi. Bu bitta ochganda mana 3 ta zamugli. 3 ta zamugli. Kerak bo'lsa produktda kiyim-kechak ham sig'averadi. Professionalniy baliqchi ishbozlar uchun ekanda. Keyin mabodo spinninglar bor-ku, uzunlari. Mana bu yerda alohida joylari bor. Joylari chiqib ham turaveradi yonida. Sig'maganlar. Buni narxi qancha? Buni narxi 185 ming. 180 arzonmi aka? Bu qalini. Bunda arzoni ham bor. 160 ming, 150 minglari ham bor, xuddi shunaqasi. Baliqchilar uchun bitta mana rosa salqin joyda qidiradigan baliq ovchilar uchun zo'r narsa bor ekan. Endi bunda baliq ovchilar uchun emas, hozir hamma. Hozir bunda pikniklar boshlandi-yu, dam olish uchun. Opa. Mana. Tepasi alohida ochiladi menimcha uni. Bumi? Tepasi ko'tariladimi? Bumi? Buklanadi ekan. Tepasi buklanadi. Buklanadi ekan. Anvarga ustingizga shuni tepangizga ko'taringchi, mana. Tagiga bemalol 2 kishi, ikki tarafiga stol qo'yib bemalol tursa bo'ladi. Bundan kattalari ham bor, hozir. Bundan kattasi ham bor. Zontik haqiqatda ovchilar uchun juda ham kerakli narsa, menda baliq ovchilari uchun. Aka, narxi qancha buni? Buni narxi 190 ming so'm. 190 ming so'm. Ikkiga bo'linadi kompakt. Bitta yig'ib ko'rsating, borigacha. Borigacha. Qanchalik ixcham bo'lishini ko'rishsin. Bunisi ham chiqadi. Kaltaga ham 2 ajraladi. Ichiga kirarkan. Juda ham ixcham bo'larkan bu. Shu mana. Buni Sayda qoziqlari bor, endi sumkasi turibdi. Sumkasi bor, ya'ni sumkasi chexoli ham bor buni. Mana shuncha-shunchada hamma yo'q. Ichida. Bu o'rtachasimi? Bu o'rtachasi. Aytdim, kichkinasi turibdi. U kattasi bu. U kattasimi? U kattaroq. Bu 180 degani bu. Bu 180. Mana uni bitta ochib ko'rish kerak bormi? Ochiladimi bitta ko'p bitta? Hozir ham. Juda kattasi ekan bu. Mana bu tarafga ochib turaman aka. Bitta ochsangiz ham bo'lar ekan, kengroq joy ekan. Mana kattarog'i. Buni tepasi alohida mana. Ana, mushabada aylantirish uchun. Konditsionerda. Kattaligini qarang. Keyin bu mayta prujinasi bor, o'ngga chapga burilaveradi. Burilib qarilaveradi, quyoshga qarab teskari qarab turaveradi. Potkizib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana zo'r narsa. Mana zo'r narsa. Buni narxi qancha ekan? Buni konditsionerini ko'rdingizmi? Ko'rdim. Buni narxi qancha ekan? Bunisiga 290 ming so'm. 290 ming so'm. Buni ham qozig'i bor, chexoli bor. Buni chexoli ham bor, hamma yo'g'i bor. Bu ham qisqa bo'ladi. Bu ham uzaradi, qisqaradi. Mana shuncha bo'ladi-da. Mana baliq ovchilar sizlar uchun shuncha baliq ovchilar. Hali qayerdan borib olaman, ko'rib olaman degan narsa yo'q. Anvar akam o'zlariga shuni ishonaverasizlar. Aka menga bitta zo'r baliq uchun narsa yig'ib jo'natib yuboring desanglar ham, shuni zo'r narsa yig'ib bemalol dastavka qilib jo'natib yuboradi. O'zbekiston bo'lgan bu joyga dastavka bor, shahar markazlariga qulay joydan keladi. Bitta yana komplektlar bor ekan, bunaqa qarmoq qo'yganlar bor ekan mana. Bular qancha? Bularniki hozir keyin kelganda bunimiz qarmoqlar sanchib qo'yish uchun. Bular ham bemalol alohida sizlar narxlarni aytib borishadi. Bular 10 mingdan 15 ming so'mgacha bo'lsa. Mana bu yerda karmushkalar bor ekan. Karmushkalar hozir ko'rsatib. Turuvchi yemlar ko'rdinglar-mi? Mana sizlarga ko'rsataman. Mana bunaqa yemlarni, mana shunaqa qilib joylanadi. Bu jimix deyiladi, jimix tayyorlab. Kurchaklar qo'yib qo'yiladi. To'rtta tomondan sanchib. Erigandan keyin nima kurchaklar tushadi pastga. O'zi baliq kelib ish boshlaganda tushadi. Ham o'da effektivnesi yaxshi menimcha buni. Shu mana shu holatda. Mana shu holatda.
Shuni ko'chib keladi, nima keladi, ketaveradi. Bo'ldi. Bu narxi qanchadan? Bu narxi 10 ming so'm. Bular hammasi mingdan? Ha, manamiz 15 ming so'mga bor. 15 bitta. Bu yerda o'zimizni nimasiga, dehqonchasiga ham qilingani bor ekan. Patrondan yasalgan. Bu endi o'chilarimiz uchun o'ylangan, o'zi arzimagan pul turadi mana shu narsa. Endi musorga tashlayveradigan holatda. Tashlayveradigan holatda bunaqa narsani quroshimda falon pul olgandan ko'ra, mana bu narsa yaxshi-da aka. To'g'ri? Mana sizlarga baliqchilar uchun. Zonti bor ekan, boshiga qadaladigan. Boshiga kiyiladimi bu? Ha, boshiga kiyiladi. Narxi qancha? Mana sizga bu yoqda ko'rsatay mana. Zontigimiz. Ochiladi. Mana. Keling, men buni o'zim kiyaman-da, men. Bu boshga mana holda kiyilar ekan. Mana. Qarang. Zo'ra? Bu zo'r narsa ekan aka. Uni ilon bosh, mana sezon kelyapti, ilon bosh, endi bunaqa sezon kelyapti. Mana sezonga juda ham zo'r narsa ekan. Xullas, narxi qanchadan bor ekan? 45 ming so'm. 45 ming. 45 ming so'm deb kelib olmaysizlar-ku. Mana qaranglar, qanaqa narsa ekan. Xullas, o'chilar, baliqchilar, sizlar uchun mana shuncha videoobzor qildik baliqchilarimizga. Sizlarga kerakli narsalar bo'lsa, bemalol bexijol Anvar akamga aloqaga chiqaverasizlar yoki biz o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkada muammo yo'q. Narxlarni juda zo'r qilib kelishtirib berishadi. Bizning nomimizdan kelganlar uchun albatta chegirmasi bor. Endigi navbatda xudo xolasa tez kunda kutib qo'yinglar. Anvar akam do'konida yangi qurollar kelgan. Pnevmatikalar, vazushkalar, 5.5 vazushka so'raganlar. Sizlarga bitta 5.5 vazushka ham bor. Keyingi videomizda ushbu o'q qurollari va pnevmatikalar joy oladi. Hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar.